Assalomu alaykum hurmatli talabalar. 4-video darsimiz sonlarni o'nli sanoq sistemasidan 3lik, 5lik, 7lik va 9lik sanoq sistemasiga o'tkazishga doir misollar yechish. Bunga bitta misol tanlaymiz. Ikkinchi misol 192 sonini 3lik, 5lik, 7lik va 9lik sanoq sistemasida yozing degan topshiriqni bajaramiz. Yechish. Bu topshiriqni bajarish uchun o'nli sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o'tish qoidasidan foydalanib quyidagicha yozamiz. 192 ni 3lik sanoq sistemasiga o'tkazish uchun 192 ni 3 ga bo'lamiz. 192 ni 3 ga bo'lsak 64 tadan tegadi. 3 ta 64 192 ayirsak 0 qoladi. Endi 64 ni 3 ga bo'lamiz. 64 ni 3 ga bo'lsak 21 tadan 3 ta 21 63, 64 dan 63 ta ayirganimizda 1 qoladi. Endi 21 ni 3 ga bo'lamiz. 21 ni 3 ga bo'lganda 7 tadan 3 kere 7 21. 21 dan 21 ni ayirsak 0 qoladi. Endi 7 ni 3 ga bo'lamiz. 7 ni 3 ga bo'lsak 2 tadan 2 kere 3 6, 7 dan 6 ni ayirsak 1 qoladi. 2 3 ta kichkina bo'lganligi uchun bo'lishni davom ettirmaymiz. To'xtatamiz. Demak, 192 sonini 3lik sanoq sistemasida ifodalash uchun 2 1 0 1 0 3lik sanoq sistemasida 2 1 0 1 0 3lik sanoq sistemasida. Endi 192 ni 5lik sanoq sistemasiga o'tkazamiz. Buning uchun 5 ga bo'lamiz. 192 ni 5 ga bo'lsa 38 tadan. 38 tadan. 5 ta 38 190. Ayiramiz. Qoldi 2. 38 ni 5 ga bo'lamiz. 7 tadan. 7 kere 5 35. Ayiramiz. 3 qoladi. 7 ni 5 ga bo'lamiz. Bittadan 1 kere 5 5, 2 qoladi. Demak 1 5 dan kichkina bo'lganligi uchun bo'lishni davom ettira olmaymiz. Demak 192 ni 5lik sanoq sistemasida ifodalaydigan bo'lsak 1 2 3 2 5lik sanoq sistemasida 1 2 3 2 5lik sanoq sistemasida 192 ni endi 7lik sanoq sistemasida ifodalaymiz. 192 ni 7lik sanoq sistemasida ifodalash uchun 192 ni 7 ga bo'lamiz. 27 tadan. 27 tadan. 7 kere 27 189. Ayiramiz. 3 qoladi. 27 ni 7 ga bo'lamiz. 3 tadan 3 kere 7 21. Ayiramiz. 6 qoladi. Bu 3 7 dan kichkina bo'lganligi uchun bo'lishni davom ettira olmaymiz. Demak 3 6 3 7lik sanoq sistemasida ifodalanar ekan. 3 6 3 7lik sanoq sistemasida 192 ni 9 ga bo'lamiz. 9lik sanoq sistemasida ifodalash uchun 192 ni 9 ga bo'lsak 21 tadan. 21 tadan. 9 ta 21 189. Ayiramiz 3 qoladi. 21 ni 9 ga bo'lamiz. 2 tadan 2 kere 9 18. Ayiramiz 3 qoladi. 2 9 dan kichkina bo'lganligi uchun bo'lishni davom ettira olmaymiz. Demak 2 3 3 9lik sanoq sistemasida 2 3 3 9lik sanoq sistemasida. Mana 192 sonini 3lik sanoq sistemasida, 5lik sanoq sistemasida, 7lik va 9lik sanoq sistemasida ifodalanadi. Mana ko'rsatilganday qilib bajarib davom ettirishni esda saqlab qolishimiz kerak.